Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 2025-yil 27-oktyabr haftani dushanba kuni. Bugun yana gullarimizni olib chiqdik. Bizning Mingbuloq tumanimizda yana bozor. Hop, bizda 3 kun bozor bo'ladi. Dushanba, payshanba, shanba kuni. Shu kunlari gullarimizni bozorga olib chiqamiz. Gullarni ko'rib mazza qilinglar. O'lmaydi. Uyga ham olib kiraverasiz. Xonaga. Yerda ham bo'laveradi, tuvakda ham bo'laveradi. Uyga olib kirib qo'yaverasiz. Gullarimiz ancha ochilib qolishdi. Ko'rib turganlaringdek. Mana holatlari, bo'ylari ham zo'r bo'lgan. Mana shunaqa chiqadi. Pochta orqali jo'natib yuboramiz. Shunaqa ranglar bor. Keyin endi buketli variantlarimiz bor. 3 ta 4 ta ranglari bor. Xonaga olib kirib qo'yasizlar. Xonada davom etaveradi. Hali ochilgani yo'q bular. 3 talisi bor. 3 ta ochilgan. Bo'ylari bir qarishdan ham kichikroq. Xo'p, bitta tuvakka 3 tadan ekilgan, sariq, qizil, oq, malinovoy, rozovoy svet qavat-qavatlisi, sariqlar. Mana shunday holat boradi. Zakaz qilsalaring pochta orqali jo'natib yuboraman. Narxlari buketnilar 30 mingdan. Bular 25 mingdan. Robert aka, qalaysiz? Yaxshimiz. Nega bular? Zo'r. Syomka qilib qo'yapman-da. Shunaqa holatlar. Xo'p, manzilimiz Namangan viloyat Mingbuloq tumani. Jamashuyda. Telefon nomerim 99 321 82 17. Pochta orqali jo'natib yuboraman, korobkalarga solib ketaveradi. Pochta pulini berasizlar o'zlaring. Mashlar pochtada ketaveradi. Mana ular qiyin globuslar. Bularni o'zimga kelsalaring nihoyatda arzon beraman. Zo'r narxda beraman. Hozir ancha tugab qoldi bular. Bularni yerdagi holatlarini mana shunaqalarni 10 mingdan beraman. Shunaqa kattalarini. Karam gullarimiz 5 mingdan o'pdim. Mana ular o'ziga ekilgan. Mana shundan ham juda ham ko'p o'zimiz teplitsada. O'ziga qalamcha qilingan 5 ming so'mdan. 25 mingdan. Har xil ranglari bor. Karam gullarimiz 5 ming so'mdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi bo'lsalaring kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariya yozinglar, like bosinglar. Nima qilish kerak bo'lsa hammasini qilinglar YouTube'da. Kanal rivojlanadi shunda.